Assalomu alaykum, efirda O'zbekiston 24 soat ichida informatsion dasturi va dastur taqdimoti bilan studiyada Dilshod Fayz. Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining yoshlar orasida ta'sir doirasi kundan kunga oshib bormoqda. Bunga misol qilib tashkilotning bir qancha bo'limlarida tashabbus ko'rsatib, amalga oshirayotgan ishlarni keltirish mumkin. Muxbirimizning navbatdagi lavhasi Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati Buxoro viloyat kengashi tomonidan tashkil etilgan yoshlar sayli haqida. Qadriyat, urf-odat, an'ana shiori ostida tashkillashtirilgan tadbir haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Qadriyat, an'ana, urf-odat. Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati Buxoro viloyat kengashi tomonidan Navro'z ayyomiga bag'ishlab tashkil etilgan yoshlar sayli joriy yilda ana shu shior ostida 10 mingga yaqin viloyat yoshlarini bayram tantanalariga yig'di. Bu gal ham Somoniylar istirohat bog'i milliy liboslar kiygan yigit-qizlar bilan yanada shukuhli bo'ldi. Tadbir davomida oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari talaba yoshlari, umumta'lim maktablari o'quvchilari tomonidan Navro'z bayrami bilan bog'liq urf-odatlar, qadimiy an'analar, kuy va qo'shiqlar ijro etildi. Bugun yoshlar sayliga ancha narsalar tayyorlab keldik. Masalan, bahorda dehqonlarning yumushi ko'payadi. Mana shu dehqonlarning yumushlarini olib keldik va bizning Ushot qishlog'imizda qanaqa an'analar bo'lsa, masalan, sandasozlarni olib keldik, zabtchilarni olib keldik. Mana shu narsani biz insonlarga tushuntirmoqchi bo'ldik. Bir tomonda doira navolari qizaloqlarni raqsga chorlagan bo'lsa, boshqa tomonda xalq o'yinlari, askabozlik, varrak uchirish, dorbozlik san'ati yig'ilganlarga azaliy qadriyatlarimiz boqiyligidan darak berib turdi. Boshqa bir tomonda milliy hunarmandchilik turlari namoyish etilib, ularda iste'dodli yoshlar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etdilar. Bugungi yoshlar saylida tumor kolleksiyasini namoyish etyapmiz. Men o'ylaymanki, shunday yoshlar sayli ko'proq bo'lishini istardim. Bir so'z bilan aytganda, xalqimiz tomonidan ming yilliklar davomida sevib nishonlanib kelinayotgan ko'hna Navro'z qadriyatlari bugungi avlod ishtirokida yangicha ruh, yanada fusunkor, yanada serjilo ko'rinish kasb etdi. Ma'lumki, Navro'z shodiyonasi yurtimizdagi har bir shahar va qishloq, mahalla va xonadonlarda keng nishonlanadi. Boisi unda xalqimizga xos bag'rikenglik, mehr-muruvvat fazilatlari, milliy urf-odat va an'analar mujassam. Ayni kunlarda bahor butun borliqqa o'z sepini yoygan bir paytda joylarda Navro'z shodiyonalariga qizg'in hozirlik ko'rilmoqda. Navro'z, dillarga quvonch, yuz-ko'zlarga bahoriy kayfiyat, tabiatga yangi hayot baxsh etadigan ushbu ayyomni biz eng sevimli bayram sifatida nishonlaymiz. Bu yilgi Navro'z bayramini har qachongidanda chiroyli o'tishini niyat qilgan qashqadaryoliklar tayyorgarlik ishlarini allaqachon boshlab yuborganlar. 15-20 ta raqs chiqishlari, bir nechta sahnaviy ko'rinishlar va xonandalar konsert dasturlaridan iborat bo'lishi rejalashtirilayotgan Navro'z bayram dasturiga yosh qarining birdek mehnati singmoqda. Navro'z bayramiga fevral oyidan tayyorlanishni boshlagan edik. Mana ko'rib turganlaringizdek, hozirda navbahor qo'shig'iga raqs ijro etishyapti. Ushbu ikki tayoqning ham bayram dasturida o'z o'rni bor. Hozircha quruq yog'och ko'rinishidagi bu cho'plar milliy udumlarimizdan biri bo'lgan yor tanlash xalq o'yinini amalga oshirishda ishtirok etadi. Bu gullagan o'rik yoki bodom daraxti deb bilamiz. Yoki bu chiroyli bahor elchisi gunafsha yoki boychechak shakliga keltiramiz bu daraxtni va mana shu daraxtda bizni qadimda Navro'zlarimizda an'analarimiz bor. Yor tanlash an'anasiga shu tayoqdan foydalanmoqchi bo'ldik. Misol uchun, "Hoy, shoshma, tuynik qolib devordan oshma" degan bobolarimizning bir gapi bor. O'sha gapni isbotini biz devordan oshma deganda biz mana shunga chiqib ko'rsatamiz mana. "Hoy, shoshma, tuynik qolib" yosh yigitlar, qizlar mana shu tayoqda, ya'ni bahor, ularning qalbida ham bahor boshlangan. Bayram dasturiga ko'rilayotgan qizg'in tayyorgarliklar, milliy an'anaviy qadriyatlarimizga bo'lgan e'tibor kuchaytirilganligidan bu yilgi bayram shodiyonalari yanada ajoyib o'tishini kutishimiz mumkin. Uyushgan jamoaning kecha kunduz qilayotgan mehnati samarasini bayram dasturida ko'rishimiz mumkin. Garchi Navro'z bayrami 21-marta kirib kelsa-da, uning tashrifini ayni paytda tabiatning yam-yashilligi va daraxtlarning gullashidan his etishimiz qiyin emas. Bu esa ona zaminimizga yangilanish mavsumi kirib kelayotganligidan darak beradi.
O'zbekiston ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolari forumining tashabbusi bilan bugun joylarda qator ezgu ishlarga qo'l urilmoqda. Unga ko'ra ijtimoiy ahamiyatli tashabbuslar uchun kreditlar ajratilib, hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy holat yaxshilanmoqda. Tashkilotning Namangan bo'limi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash axborot markazi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida muxbirimiz Umida Qo'shoqova hikoya qiladi. O'zbek xalqida shunday an'ana bor, ya'ni jamoatchilik ishtirokidagi yumushlar hashar tariqasida barchaning faolligida o'tkaziladi. Bunday ajoyib an'analarni davom ettirish va barcha masalalarda keng jamoatchilik fikrini shakllantirish, ularni ishtirokini ta'minlashda bugun O'zbekiston ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolari forumi ibratli ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Birgina o'tgan yil forumning Namangan viloyat axborot markaziga 290 dan ortiq turli mazmundagi va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan arizalar kelib tushgan. To'raqo'rg'on tumanidagi Sayram qishloq fuqarolari nomidan qilingan murojaat bugungi kunda ijroga kiritildi. Aholiga amaliy yordam ko'rsatilishining o'zi ham yaqqol misol bo'la oladi. Bunga ko'ra bir necha yillardan beri tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojda muammolar bo'lgan. Bizga berilayotgan gaz vaqti bilan mana shu hammani qoplay olmay qolgandan keyin 2012-yili shu mahalladagi fuqarolar shu to'planib shu yangi gaz tarmog'ini tortish masalasini kengashdik. Mas'uliyatli fuqarolar forumi Namangan viloyat kengashiga ariza bilan murojaat qildik. Bu ishlarimiz amalga oshib, mana yurib ketdi. Juda katta yordamlari bo'ldi. Buni oqibatida mana 360 million so'mlik loyiha rejalashtirilgan bo'lib, bu loyihani masofasi 11 kilometr, bundan 6 kilometr yuqori bosimlik va 5 kilometr o'rta va past bosimlik gaz tarmoqlari bo'lib, mana hozir asosan 6 kilometr yuqori bosimlik gaz tarmoqlarini tortib bo'lindi. Ayni damda mahalladoshlar gaz trubalarini payvandlash ishlariga yeng shimarganlar. Quyon ko'pdan qochib qutulmas deganlaridek, bu hashar ertangi kun qishloqdoshlarning xonadonlariga zangori olov kirib kelishini ta'minlaydi. To'raqo'rg'on tumanining Sayram qishlog'idagi 7 kon mahalla fuqarolar yig'inida 600 tadan ortiq xonadon istiqomat qiladi. Mahalladoshlarning tashabbuslari bilan endi mazkur xonadonlarda ham zangori olov yonadi. Hashar xalqimizning qadimiy va asl qadriyatlaridan, uning zamirida obodlik, hamjihatlik, mehr-oqibat, xayr-saxovat, bunyodkorlik mujassam. Qadimiy va navqiron bayramimiz Navro'z ayyomi arafasida bunday ezgu qadriyatlarimiz yanada keng namoyon bo'lmoqda. Buni 16-17 mart kunlari respublikamizning barcha hududlarida tashkil etilgan umumxalq hasharda ham ko'rish mumkin. Erta tongdan Qo'qon shahri ko'chalari hasharchilar bilan to'lib toshdi. Har kim qo'lidan kelgancha xayrli tadbirga o'z hissasini qo'shmoqda. Yurtdoshlarimiz o'zlari istiqomat qilayotgan ko'chalari, mahallalari, shaharlari obodligi, Saramjon sarishtalik yo'lida astoydil mehnat qilishyapti. 28 kilometr joyda ariqlar tozalanib, chiqindilar olib tashlandi. Hozirgi kunimizda va har bitta mahalladan 65 ta Qo'qon shahrida mahallada bo'lsa, ularda 65 ta texnika jalb qilingan. 2760 ta manzarali daraxt. Undan tashqari mevali daraxtlar har bitta xonadonlarga ekilgani 18 mingdan ortib ketdi. Hashar elga yarashar deb bekorga aytishmagan. Ko'z ochib yumguncha 12 ming kvadrat metrdan ziyod maydon obodonlashtirib bo'lindi. Hashar biz yoshlarda milliy qadriyat hamda an'analarni yanada shakllantiradi. Men hasharga o'zimni ozgina bo'lsa-da hissamni qo'shganligim uchun bag'oyat xursand. Ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan milliy qadriyatimiz bo'lgan hashar ishlaridan hech bir qo'qonlik chetda qolmadi. Chunki bu muqaddas zaminni obod etish har birimizning burchimiz ekanligini hamyurtlarimiz dildan his qilyaptilar. Bu ayni haqiqat. Bizda hozircha shular esa deb o'taman. Siz O'zbekiston 24 soat ichida informatsion dasturini kuzatdingiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.